Liyangsende kim en tez yuguraydı dese elbette kiçik balımı buldu. Yeltapan Dayzon. Şuna mı? Undaqda bu Yeltapan Dayzon'un tizligi zadi qanchalik yuqori. Bu qanchalik tizlikda yugura oladi. Asarga qarsak bu Dayzon'un bir alaylı darajadan tashqari bir maharati bor. Hisobda mana bir davjochu, darvish. Yeni har qirda mushundaq bir koyga to'shaydigan bir alaylı vazif chiqqan vaqt qarsak bu eliq bir apsullarni o'qib, ikki majani eliqib, tizlikni taqab uning kendi biraz divitib verdi jugurab ketdi. Shuni qilib patpat chiqtirib qarab qo'ydi, qarsang hech kim ko'rib qolmagandi deb. Nayt maxfiy tusdi mashinchu. Endi bu Dayzon'ni ikki tizlikni taqsa, kuniga 500 chaqirim yo'l yura oladi. Navadi 4 tizlikni yangilikni qaytadan taqsa, kuniga 800 chaqirim yo'l yura oladi deydi. Qaranglar, qissa haqida bayondiki, Janki birinchi balvon Lyuboning eng taniqli chilan turib eti kuniga 1000 chaqirim yo'l yura oladi deb danglaydi. Shu otlarning eng kattasi mushu otdi. Endi ma Dayzon yüzü yugurib 800 chaqirim mangalaydi ekan. Demak bu Dayzonga bir odatlik otmi herkes yetisholmaydi degan gap. Sungjang iliq Esyan nazmisini yezib bu yerda kallusini ilishib farmon qilgan vaqtning o'zida bu tiqliyanshang chiqmagan vaqti. Shundan bu yerga Dayzon bu Sungjangni qutuldirib olish uchun iliq maxfiy xatni Chaogay ma Vuyonglarga akib turdi Yanshanga. Shuning bilan bu Vuyongning aql ko'rsatishi bilan bir yolg'ondan bir xatni yozdi, lekin mushar bexaslik qilib bosib bo'lmaydigan bir tomog'ini besib qo'ydi. Şuna bilan bu ketgandan keyin Vuyongning tuyuqsiz bu ish esi kelib, Chaogayaga bu ishimiz qat'iy qamlashmabdi. Men kalvalik qilib ishni buzib qo'yibdiman. Nim bo'ldi deysiz, mandaq bo'ldi degan. Voy aplam, darhol keyindan chapqur otlarni avatayli. Bu xatni Dayzon olib ishni buzib qo'ymusun degan vaqtda voy bu Dayzon chiqib ketganlar bir osh pishim bo'lib qoldi. U Dayzon shaturlik maharatini chiqsasi kuniga 800 chaqirim yo'l yura oladigan bo'lsa, bizning bu yerga bu abga otlarimiz herkes onun yetişemaydı deydi. İnsanlar geldi mi? Qaranglar bu vaqtki bir chaqirim degan qanchalik orliq degan vaqtda yana siz tuz yag chiqib bir vaqirab chaqasingiz, masalan, qodi kitob deb chaqasingiz, sizning shu ovozingiz yetga yeb bir chaqirim ovozni ko'rsatadi. 500 metr umuman yetadi shunami? 500 metr deb olsak, qaranglar, 800 chaqirim degan 400 kilometr degan gap bo'ldi. Endi bu 400 kilometrni Gaussgongda biz mashina deb bossak 4 saat etrafında besip bulalaymiz. Hem de Navadi Goda'da devlet yolda menip kalsak 6 saat vaktimiz geçişi mümkün. Demek ma Dayzon mu yani yüz jügüsü mü şu bize aytgan maşinçilik manalaydı diyen gap. Hem de bunu mark etmeydi, muhitni bulgumaydı, Gaussgongda da şov şufey almaydı. Şunak mı? Bir kaç güyru lağmenni camemle işkizik kavapni yepli mansa baralaydı ma Dayzon. Demek ma o man haqiqiy xonbav. Hem de bu Dayzon'un bu alaydı mağartı qarsak adette bu işlemeydi, adet işletmeydi. Fakat alaydaki valda putuğa eyliqi macayliq tizlikni taqab, yangiliklerini taqab, hepsini uğuğandın keyin ananınkin işleydi. Undaqda bu eyliq sırlık tizlik macalar bu zadi nemu? Dayzon bununla nereden erişti? Yeni bazı teklifler qarsak bu yerda Dayzon'un minidigan bir alaydı bir hayvanı var, alaydı bir ermek hayvanı. Şunu minib manıdı deydi. Undaqda bu hayvan zadi nemudur? Bu kızgan mezmunun davamını keyinki san sözleymeye yaqtırdıgan dostlar, meni qo'shib berishni unutib qolmanglar. Rahmat.